Maytda kekirtagini qirib chiqayotgan blondinka qiz. Во-первых, eshitib ol, потому что hozir istoriyani menga tashlab beryapti. Во-первых, bilet olib bergan kim farqi yo'q, kim olib bergan, ehson qilib olib bergan. Во-первых, shular uchib ketib davolansin deb. U farqi yo'q, Munisopa bilan niholni men jo'natganman, men ehson pulini berish uchun jo'natganman. Ehson pulini berish uchun men jo'natganman. Ular kutmaganda senlar mohina bilan tam operatorlarni baxtini shou qilib tashlaymiz deb operatorlarni chaqirib olasan deb hech kim kutmagandi u yerda. U yerda biz o'yladikki, Sabrina bo'ladi, Mohina bo'ladi, onasi bo'ladi deb o'ylagandik. Kelsa, talpa narod o'tiribdi. Nima qilish kerak? U qizni защищать qilish kerakmi? Advokati o'ziga napadeniya qilyapti, Sabrinani o'ziga. Men roziman deng, unaqa deng, men pretenziya. Assalomu alaykum, Instagram xalqlar do'stligi saroyi. Yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldinglarmi? Yana shov boshlanyapti shekilli. Men yo'lga chiqib ketishim kerak. Bugun operatsiyam bor. Qo'yib, mana yana efirga chiqyapman. Bugun ishlarim juda ham ko'p. Sabrina bugun uchib kelyapti, aeroportdan kuzatishdi. Я не понимаю, что творится. Какая-то что-то необычное вокруг ее творится. Боже мой. Боже, desa bo'laveradi. Voy, Боже мой tворится. Pretenziya не имею deng, unaqa deng, bunaqa deng deb advokat o'rgatayotgani uchun Munisopani jahli chiqib ketib, nabarot u Sabrinani tarafini olib, Nahol bilan birga janjal qilishib gapirishdi. Боже мой, что творится? Kim sizlarga gap o'rgatyapti? Piarshitsa yonida yurganmi? Mana bugun yetib keladi, o'zim lichna ko'zma-ko'z, yuzma-yuz gaplashib olaman. Cho'za proyekt qilyapti u qiz orqasidan, tushunmayapman. Mehson puli kerakmidi? To'plab berdikmi? Bo'ldi, vasvasa jinni ketdi gaplarni yig'ishtirib qo'yib. Operatsiyasini qilaylik. Birinchi o'rinda biz uchun sog'ligi-ku u qizda. Nima ming'ir qilasizlar chiqib olib? Men nima uchun buni olib chiqdim? Shu qizga pul to'plansin, shu qiz davolansin, shu qiz oyoqqa turib ketsin deb olib chiqdim. U yomon, bu yaxshi, bu unaqa dedi, bu bunaqa dedi. Bu biletni olib bergan, u olib bermagan, bu anaqa qilgan, bu anaqa qilgan. Sizlar qayer dedilar 4 oy oldin. Hozir chiqib olib, qilib blondinga chiqib gapiryapti, rolda o'tirib olib. Siz qayer dedingiz, dugonajon? 4 oy oldin siz qayer dedingiz? Men eshitib olib chiqdim. Siz oldin eshitgan ekansiz. Nimaga oldin gapirib chiqmadingiz 4 oy oldin? Endi chekagingiz ochilib qoldi. Men eshitib olib chiqdim. Siz nimaga eshitib olib chiqmadingiz? PR ishlab olaman deb bu qizni atrofida qarg'alar juda ham ko'payib ketyapti, haddan tashqari. Защищенный tayyor ehson beraman, mana pul bermoqchi edim deyishsa olishmayapti. Nima bo'lyapti? Sizlar nima qilmoqchisizlar? Men tushunmayapman. Itok planinglarda aytinglar, qanaqa proyekt qilmoqchisizlar? Qanaqa jinni ketdi narsaga bizni qo'shmoqchisizlar? Tushunmayapman. Nimaga qo'shib qo'ymoqchisizlar? Meni tushunmayapman. Pul to'plandimi? Operatsiyaga ketyaptimi? Bo'ldi. U jinni ketdi gaplarni yig'ishtiringlar. O'qigan, bu qilmagan, bu gap o'rgatgan, bu anaqa qilgan. Nima bo'lgan taqdirda ham men chiqmagamda qo'toqda ham chiqmayotdinglar. Hech qaysininglar og'zinglarni ocha olmayotdinglar. Hammanglar qisib o'tiruvdinglar, aminglarni bujmaytirib. Hammanglar bilib turib tolqon yurdi qilib yuruvdinglar. Men gapirmasimdan oldin. Так что дальше aminglarni qisinglar. Sizlar kimga teatr yasayotganinglarni bilasizlarmi? Ozoda Nursaidova u yerda uchastka qilgan, Munisa Rizayeva u yerda uchastka qilgan. Bilaydi, Sagdiyev u yerda bor. Sagdiyev timmi telefon qilib hol-ahvolini so'rab yotibdi. Nihol bor. Представитель O'zbekistondan, представитель vrachlarni представители Go'zal bor, men bor. Sizlar O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidovaga teatr qilyapsizlar. Ozodapani uyg'onsin, qarasin deb bu ishlar bo'lgan. Mana Ozodapa uyg'ondi. Nech kundan beri uyqu yo'q deyapti. Izlayapman men u qizni. Bizdan qochib yuribdi deyapti. Nimaga bu teatr o'ynayapsizlar? Men tushunmayapman. Absurd prosta. 100 million marta aytdim. Nechida uchib kelishingizni, nechida uchayotganingizni aytib qo'ying. Opa bilmasin hech kim. Indamay uchib ketaylik dedi, bo'pti dedim. Endi hozir bittasi chiqib olib kekirtagini qirib zastavlat qildinglar gapirgani qiladi. Senlar 4 oy oldin qayerda eding kekirtagi qirilib o'lgur? Senlar 4 oy oldin qayerda eding? Senlar oldindan bilarsan ekan, Mubina Muhina Bog, Gospod, deb paqlon qilishyapsan ekan.
Nimaga oldin chiqib gapirishmading? Shu qizga yordam kerak deb nima oldin chiqib gapirishmading? Men og'zimni ochgandan keyin hammani og'zi paydo bo'lib qoldi. Bittasi вообще meni dugonamni tepalab ketdi. Yo'q, tepalamabdi. Mashina irg'ib o'tib ketibdi deb chiqibdi endi. Tavba yo'qmasmisizlar? Voy tavba qildim. Xalqimizdan to'plangan pul mana общий summasi, короче. Sabrina tashab berdi. Ko'rsatib qo'ying, xalqimizga katta rahmat deb tashab qo'ydi. Shuning uchun mana общий pul. Так что rahmat kattakon. O davleniyam oshib ketib, hozir nima deyotganimni o'zim ham tushunmayapman realni. Qayoqlarga nimalar bo'lyapti? Bu pullardan tashqari Ozodopa $3000 qo'liga nalichka berdi, mayda chuydasiga, tam расходiga, yo'l-kira-mulkiralariga, operatsiyaga отдельно beraman dedi. Operatsiyaga отдельно hisob-kitob qilib bo'lgandan keyin aytasizlar nech pul ketishini, qolganini beraman dedi. $3000 Munisopa berdi. Qo'liga nalichka. Короче, kartadan tushgandan tashqari nalichka ham berilgan qo'liga. Так что kutyapmiz, xudo xolasa. Hammasi yaxshi bo'ladi.